Bugun biz vatan ichida Amir Hazratim, chet elda Xotan Amiri deb tanilgan Xotan islom hukumatining qo'rg'uvchisi Professor Muhammad Amin Bug'ra Hazratim bilan tanishib chiqamiz. Muhammad Amin Bug'ra 1901-yili Sharqi Turkistonning Xotan shahar ichidagi Xalifalik Ho'yli mahallasida dindor oilada dunyoga keladi. Dadasi Provodin Ajim Xotanning mutavar ulamalaridan biri bo'lib, Muhammad Amin Bug'ra kichik chig'ida qazo qilib ketadi. Muhammad Amin Bug'ra 4 o'g'il, 2 qiz qarindishi bilan onasi Sakina Banu xonimning tarbiyasida cho'ng bo'ladi. Sakina Banu xonim 1836-yili Xotan mustaqil xonligini qurgan Abdurahmon Pashaning panaverisi. Muhammad Amin Bug'ra 9 yoshida boshlang'ich maktabni, 21 yoshida Xotan va Qarqashdagi diniy madrasalarda yuqori ta'lim oladi. 1922-yildan 1933-yilga qadar Xotan va Qarqashda Qur'on tafsiri, hadis ilmlarida bosh mudarrislik vazifalarida xizmat qiladi. Muhammad Amin Bug'ra yuqori ilmiy qobiliyati va yaqinlik shaxsiyati bilan qisqa muddat ichida tanilib, xalqning atoqliq va hurmatga sazovor ulamolariga beriladigan Hazratim unvoni bilan ataladi. Muhammad Amin Bug'ra Hazratim zolim amaldorlarning qo'lida ezilgan mazlum xalqni zulmdan qutuldirish uchun bel bog'lab, madrasa masjidlarda xalqni uyg'otish va safosini ko'tarish uchun izchil kurash qiladi. Va shu davrlarda tashabbus qilingan ma'arifda yangilik kuch harakatini qo'llab-quvvatlaganlik uchun shu zamonning mutaassib kishilarining qarshiligiga va chetga qiqishiga uchraydi. 1930-yili vatan ichidagi muhim shaharlarni aylanib chiqib, Sobit Damullamga o'xshash o'tkir fikrli kishilar bilan xalqni ozodlikka erishtirish yo'lida fikrlashadi. Jinshoran hukumati va uning himoyasidagi Xitoy hukmron sinfining zo'migar johilligi tufayli siyosiy yo'l bilan natijaga erishgili bo'lmaydiganligini tunib yetib, 1930-yilning oxirida Xotanda Yushurun Milliy inqilob komiteti tashkilotini qurdi. 1933-yili 2-oyning 24-kuni Muhammad Amin Bug'ra Hazratim va Sobit Damullam agash kuchlarini o'miltiqi, qilich, cho'maq qatorli qurollar bilan qurollantirib, Qarqash noyasidagi Xitoy yamuliga hujum qilib, chaqmoq tezligida g'alaba qozonadi. 4-oyning 5-kuni Xotanda Xotan islom hukumatini qurib chiqib, bu hukumatga Muhammad Niyaz Alam degan kishi diniy dahi, Muhammad Amin Bug'ra Hazratim bosh qo'mondan, Sobit Damullam oliy maslahatchi, Supurgi hojim maslahatchi, Qurban hojim ichki ishlar ministri bo'lib saylanadi. Qarqashda boshlangan milliy ozodlik inqilobi natijasida 1934-yili 7-oyga qadar g'arbda Yangsardan boshlab sharqgacha bo'lgan joylarni Xitoy mustamlikchilaridan ozod qiladi. Bu shonliq natijalardan keyin Muhammad Amin Bug'ra Amir Hazratim chet elda Xotan Amiri deb taniladi. 1934-yilning oxirlarida Tungan Maxunsan va Majungying Hazratim boshchiligidagi mujohidlarga hujum qo'zg'aydi. Hazratimning inisi Nur Muhammad Amir sohib Yangsarda shahid bo'ladi. Yana bir inisi Abdullah Shahmansur Qashqarda shahid bo'ladi. Hazratim Hindistonga hijrat qilishga majbur bo'ladi. Hazratim Afg'oniston va Kashmirning Sharqi Turkistonga tutash bo'lgan Burg'il jilg'isiga urilishib, bu yerdan partizanlik taktikasi bilan bir qism yer egallab, Sharqi Turkiston milliy ozodlik urushini davomlashtirmoqchi bo'ladi. Lekin Afg'onistonning chegara rayonidagi Vaxan qabilalaridan setib olgan qurollar va va'da qilgan boshqa yordamlar Afg'on qabilalarining xiyonat qilishi bilan qo'lga kelmaydi. G'arbiy Turkistonda besib olgan ruslar va Hindistonda avji elayotgan milliy ozodlik harakatlaridan andishiga tushgan inglizlar chegarasi atrofida o'ttirg'a chiqqan Muhammad Amin Bug'raning qurolliq kurashlaridan qattiq cho'chib ketishdi. Natijada Muhammad Amin Bug'ra 1 yil davom qilgan chegaradagi aktiv harakatlarini to'xtatib, Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ladi va 1942-yilga qadar Kabul shahrida siyosiy mehmon sifatida yashaydi. Bu jarayonda jafoliq emgak natijasida millati uchun tunji qatim o'z farzandining qalami bilan yozilgan Sharqi Turkiston tarixi nomli kitobini yozib bitirdi. Va shu yili Muhammad Amin Bug'ra Hindistonga borganda Angliya ostidagi Hindiston dunyo urushidagi xatarlik unsur degan tuhmat bilan qo'lga olib, 1943-yili 1-oyning 8-kuni Xitoyga ketish sharti bilan qo'yib berdi. 1945-yilgacha shu davrdagi Xitoyning poytaxti bo'lgan Chungqingda Aysa apandi, Qodir apandi, Mas'ud Sabiri qatorli kishilar bilan Sharqi Turkiston masalasini mudofaa qilish bilan shug'ullanadi. Qalam kurashlari davomida eng kuchli ta'sir paydo qilgan maqolalardan biri Sharqi Turkiston Xitoyning bir parchasi deb yozilgan maqolaga raddiya berib yozilgan Xinjiang emas Turkiston va Sharqi Turkistonliklar Turkdir degan mavzulardagi maqolalar bo'lib, bu maqola Sharqi Turkiston davosiga hissdoshlik qiladigan bir guruhning maydonga kelishiga sabab bo'ladi. Muhammad Amin Bug'ra 1943-yili Xitoyning asosiy qonun qurib chiqish qurultayiga sabdoshlari bilan birlikda Sharqi Turkiston masalasini o'z ichiga olgan bir taklif loyihasini sunadi. Bu taklif loyihasining muhim moddalarida Xinjiang deganni Turkiston deb tuzatilishi hamda Turkiston millatining turk ekanligini ochiq va aniq bir shaklda o'ttirg'a qo'yishini talab qiladi. Muhammad Amin Bug'ra 1945
yilning oxirlarida Sharqiy Turkistonga kelib, Gomindan hukumatining Sharqiy Turkiston masalasida ikki yuzlimchilik siyosat yurgizayotganligini his qilib, buningga qarshi oldi bilan milliy uyg'unish, milliy saviyani yuksaltirishning zarurligini biladi. Muhammad Amin Bug'ra Sharqiy Turkistonda bir siyosiy partiya qurishning payti kelganligini sezib, Sharqiy Turkiston Millatchi partiyasini qurishning oldingi bosqichini tamomlaydi. Rus konsuli va Xitoy hukumat doiralari buningga qattiq qarshi chiqib, partiya rasmiy faoliyatga o'tolmaydi. Muhammad Amin Bug'ra Sharqiy Turkistonda 1947-yili qurilgan o'lkalik hukumat a'zosi va ta'mirot nozirligiga tayinlanadi. Shundaqla Arak gazetining bosh muharriri, Uyg'ur uyushmasining ilmiy hay'at raisi qatorliq vazifalarga tayinlanadi. Urumchi Darul Fununning faxriy professorlik unvoniga erishib dars beradi va bir qancha ilmiy muhokama yig'inida dokladlar beradi. Universitet tarixida tunji bo'lib atom energiyasi ustida ilmiy leksiya so'zlab ko'p ta'sir qo'zg'aydi. 1948-yili 12-oyning 28-kuni o'lkalik hukumatning muavin raisligiga tayinlanadi. 1949-yili 11-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston Xitoylar tarafidan istilo qilinganda oilasi va bir qism sabdoshlari bilan Hindistonga hijrat qiladi. Muhammad Amin Bug'ra ba'zida Sharqiy Turkiston Millatchi partiyasining boshlig'i va ba'zida panohlik tilab chiqqan yurtdoshlarning vakili sifatida Kashmir hukumat arboblari bilan Hindiston hukumati bilan aloqa bog'lab, Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Turkiya Jumhuriyati hukumatiga murojaat qiladi. Hazratimning tirishchanlik natijasida 1952-yili 3-oyning 13-kuni Turkiya hukumati ministrlar kabineti rasmiy qaror ma'qullab, 1800 nafar Sharqiy Turkistonlik panoh talab qiluvchilarni ko'chman sifati bilan Turkiyaga kelib yerlashishini qabul qiladi. 1953-yili Istanbulda Turkiston nomli jurnal chiqarib, Sharqiy Turkiston xalqining davosini va jafoliq kurashlarini turk xalqiga va butun dunyo jamoatchiligiga anglatish uchun harmay talmay ishlaydi. 1956-yili turkcha va ingliz tillarida Turkiston ovozi ismli jurnal chiqarib, Arab va Osiyo davlatlariga berib vatan davosini anglatadi. Hayotining oxirgi kunlarigacha Uyg'urcha, Arabcha, turkcha, farscha matbuotlarda e'lon qilgan yoki qilinmagan 1400 misroga yaqin she'rlarda boshdan oxir ikkilanmasdan o'zining pok vijdonini, vatan, millat uchun borlig'ini bag'ishlashdek jasur bir ruhni ifodalaydi. Muhammad Amin Bug'ra 1965-yili 6-oyning 14-kuni uchish vaqti bilan Anqaradagi uyida yurak keseli sababli vafot topadi. Marhumning janozasi rasmiy davlat murosimi bilan Turkiya Jumhuriyatining al bayrog'i va Sharqiy Turkistonning ko'k bayrog'ini yopiq qilib, Anqaradagi askariy mozorlikqa dafn qilinadi. Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda